Germaniyaning Myunxen shahrida xalqaro ona til kunini xotirlash va buyuk mutafakkur olim Yusuf Xasajib tavalludining 1000 yilligini xotirlash munosabati bilan Uyg'ur madaniyat kuni faoliyat o'tkazildi. Germaniyada aktiv faoliyat elib berayotgan Uyg'ur onalar birlashmasi va qarmaqidagi bug'doy yasasining uyushtirishi va Dunyo Uyg'ur qurultiyining hamkorligida o'tkazilgan faoliyatga Dunyo Uyg'ur qurultiyi a'zolari boshchiligida nurg'un davlatlardan kelgan vakillar va mehmonlar qatnashdi. Faoliyat haqida ma'lumot bergan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Farod Yo'runqash apandi, bu faoliyatning faqat bir ko'ngil itish faoliyati bo'lmasdan, balki vatanimizda nurg'unlagan adib va san'atkor Xitoy tomonidan tutqun qilingan bir ahvolda milliy madaniyat san'atimizni qo'g'dash, Germaniyadagi Uyg'urlar orasidagi aloqani kuchaytirish va bolalarga Uyg'ur madaniyat san'atini to'ntishni maqsad qilganligini aytdi. U yana bu xil faoliyatlarning Sharqi Turkistonda Xitoy zulmi tomonidan dafsanda qilinayotgan milliy madaniyatimizni qo'g'dash va germanlarga to'ntish jihati muhim ahamiyati borligini ta'kidladi. Xitoy ishg'olchi hokimiyati Sharqi Turkistondan yana bir turkum Uyg'urni Xitoy o'lkalariga arzon emgak kuch qilib avatdi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblastining Oqchi noyasidagi 135 kishi Jejang o'lkasi Yivu shahriga qarab yo'lga chiqqan. Xabarda aytilishicha, bu yoshlar oldi bilan avtobus orqali Oqsuv aerodromiga borilgan. Bu yerdan maxsus aeroplanlar bilan Yivuga qarab yo'lga chiqqan. Bundan burun Xotan va Oqsuv viloyatlaridan 400 dan ortiq Uyg'urning koronavirusi tarqalgan Xunan, Jejang va Jiangxi o'lkalariga avatilganligi xabar qilingan edi. Bir aydan ko'proq vaqtdan buyon 10 millionlagan kishi ayirib etilgan Xitoyda har kuni yangi voqealar maydonga kelmoqda. Xitoyning Yunnan o'lkasida koronavirusi tekshirish nuqtasida 2 sayyoh xodimiga pichoq tiqib o'ltirayotgan bir kishiga o'lim jazosi berildi. Egilinishcha, Yunnandagi bir sud mahkamasi 1-mart bir qotillik delosiga sud etib, 2-oyning 5-ida bir tekshirish nuqtasida 2 nafar sayyoh xodimini o'ltirgan bir erga o'lim jazosi bergan. Bu voqea sayyoh xodimlarning tekshirishiga norozilik qilish bilan kelib chiqqan. Shuning bilan birga, Xitoyda koronavirusi sababli yangidan 35 kishi o'lganligi, 573 yuqumdor bayqalganligi bildirildi. Xitoy Davlat sayyoh komitetining e'lon qilishicha, 1-martgacha Hong Kongda o'lgan 2 kishini qo'shganda, Wuhan virusi bilan o'lganlar soni 2872 ga, yuqumlanuvchilar soni 79827 ga yetgan. Turkiya va Gretsiya chegarasidagi ko'chmanlar to'lqini haqida bayonot e'lon qilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti amaldori rayondagi davlatlarning haddidan ortiq kuch ishlatmaslikka chaqirdi. Gretsiya soqchilari shanba kuni Turkiya-Gretsiya chegarasiga kelgan ko'chmanlarga yosh oqizish bombasi ishlatgan. Gretsiya doiralari yakshanba kuni e'lon qilgan bayonotida 24 soat ichida chegaradan qonunsiz o'tishga uringan 10 mingga yaqin kishini to'sib qolganligini bildirdi. Rayondagi xalqaro taratqularning muxbirlari ko'chmanlarning dengiz va daryo yo'llari orqali Gretsiya orollariga o'tib ketganligini xabar qildi. Turkiya ichki ishlar ministri Sulaymon Soylu 1-mart e'lon qilgan bayonotida Gretsiya chegarasidagi Edirne orqali Turkiyadan ayrilgan ko'chmanlar sonining 76358 ga yetganligini bildirdi. 27 fevral Turkiya askarlari Idlibda havo hujumiga uchragandan keyin Turkiya ko'chmanlarga Yevropa chegarasini ichayotganligini e'lon qilgan edi. Tönögün Ermeniyada tunji koronavirus bilan yuqumlanuvchi bayqaldi. Shuning bilan birga Avstraliya va Tailandda bir kishining koronavirusi sababli hayotidan ayrilganligi bildirildi. Xitoyning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan bu yangi tipliq virus Yevropada jiddiy andisha paydo qilmoqda. Robert Koch yuqumli kasalliklar tadqiqot markazining e'lon qilishicha, Germaniyada koronavirus bilan yuqumlanuvchilar soni 66 dan 117 ga chiqqan. Yuqumlanuvchilarning yarmidan ko'pragi virusning oldini olish uchun dushanba kuni nurg'un maktab va yaslilarning taqildiganligi e'lon qilingan Shimoliy Ren-Vestfaliya shtatida bayqalgan. Yana bir tarafdan Italiya ommaviy mudofaa bosh mudiri Angelo Borelli poytaxt Rimda o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida virus bilan yuqumlangan kishilar sonining 557 ga chiqqanligini, o'lganlar sonining oldingi kunga qaraganda 5 kishi ko'payib 34 ga yetganligini bildirdi.